Maktabga bir kun bormay qolsam, doim men kutgan narsa bo'lib o'tib ketib qolardi. Shunda ertalabda kirardim, ertasi kuni. Bilasan kecha nima bo'ldi? Nima bo'ldi desa, aytmay qo'yaylik qo'y, siqilib qolasan dedi. Nima bo'ldi desa, kecha bufetlar tekinga ovqat tarqatdi. Hamma narsani tekinga berishdi. Kirib xohlaganinglarni olinglar deyishdi. Nazorat ishidan 5 qo'ydi ustoz, 5. Bilasanmi? Nimaga qo'ydi bilasanmi? Prosta bizni yaxshi ko'rib ketgani uchun hech kimdan test olmasdan 5 qo'yib yubordi. Eng qizig'i jismoniy tarbiyada bilasanmi? Ronaldo bilan Zidan keldi kecha. Zidan chista trenerlik qilib turdi, Ronaldo biz bilan birga o'ynadi. Bitta butsasini padarka ham qildi. Tadbir bo'ldi undan keyin. Ishonmaysan, tadbir bo'ldi. Tadbirda 50 Cent bilan Timati chiqdi. Hayron qolasiz. Oxirida Jackie Chan chiqib seni so'radi. Nima meni so'raydi dedi. Senga atab qo'ygan sovg'asi bor ekan, mayli endi og'rib qopti, bugun kelmabdi deb ketdi. 2 soatdan javob beriverdi uyga deydi-yu.